Aka, Abu Sahiydan shundoq o'tdim, sotuv ofisini tagida turibman. Bo'ldi, kiryapman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, tuzumisiz, charchamayapsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Nima yengillik qildinglar bu yerda, aka? O'choti O'rta Osiyoda bizni birinchimizda deb tashladingiz-ku. Nima bo'ldi bu yerda yengillik? Bu aka O'rta Osiyodagi birinchi premium klassdagi Chinni savdosi uchun mo'ljallangan Chinni Mall, aka. Chinni Mall, ani City Mall emasdi, Chinni Mall qilsalar, gap yo'q. Proyekt bo'yicha zdaniylarimiz вообще chiroyli. Nima bo'pti shunda? Billur savdo markazi. Abu Sahiyni shundoq ro'parasi, gigant lokatsiya, bozor, proxodimist, вообще idealniy lokatsiyadan uribsizlar-da joyi. Xo'p, bitta tushuntirib bering, bu yerda bizda nima bo'lyapti? Xo'p, eng asosiy aytadigan narsam bu yerda aka parkovkadan muammo har doim. Bizda -2, -1 etajlarimiz parkovka uchun mo'ljallangan. Savdo markazini shunday tagiga kirib, o'sha ishligini bitirib, lift, eskalatorlarimiz bor aka. Tushundim, shunday keladi. Mashina parkovkaga tushadi, -1, -2 da joylaydi, savdo majmuasiga kirib ketadi. Xuddi shunaqa aka. Do'konlarimiz bu yerda 4 qavat. Tepasi nima bo'pti? 5-etajimiz ofis, 6-etajimiz mehmonxona, 7-etajimiz food court, okay? Ovqatlanib ham xullas ketursa bo'lar ekanda. Zo'r bo'pti. Bu yerda birinchi etajdan boshlab 4-etajgacha do'konlarning kvadraturasi qanaqa? Kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 10 kvadratdan boshlab aka xohlashsa 3 ta, 4 ta, 5 ta do'konlarni ham olib bitta qilib beramiz. 10 dan tepasi ekanda, xullasa agar kattaroq chinni chokalarimiz bo'lsa ham, значит bemalol joylashtirib olsa bo'ladi. Liftlarimiz 6 ta liftimiz bor, aka. 2 ta eskalatorimiz bor. Zinalar bilan joylashgan bo'ladi. Pajarni zinalarimiz. Bemalol xullas kelib, do'konni olib, ishi boshlaversa bo'ladigan sharoitda. Kadastr qilib berasizlar? Qilib beramiz. Kadastr qilib beramiz. Xususiy bo'ladi. Xususiy mulk bo'ladi. Podключ beramiz. Tushundim. Podключ tayyor qilib berasizlar. Rassrochkachi? Rassrochka bor, aka. 30% boshlang'ich to'lov bilan foizsiz, penalasiz 24 oygacha bo'lib to'lashga. 24, вообще zo'r. Narxini aytamizmi yo murojaat qilishsinmi, aka? Murojaat qilishsin, chiroyli narxida sizni nomingizdan kelishsa, skidka ham qilib beramiz. O'zingiz sotuvdasiz. Shunaqa, o'zim sotuv. O'zingiz kutib olasiz. Bo'ldi. Sotuv bo'limidagi telefon nomerlarini yozib qo'yaman, murojaat qilishadi.